street foodga keldik. Nargiz ukkalamiz hozir krevetkasi bir qilamiz. Shu qilib keldim. Shunaqa zo'r krevetka topdik bu yerdan biza. Mana hamma shu yerda o'tiribmiz izlab. Ulichniy bularni seafood asosan dengiz taomlari bu yerda, lekin hamma narsani topsanglar bo'ladi. Frukt, dengiz taomi, steyklar, no не советую ularni. Желательно shu dengiz taomlarini mazza qilishni yesanglar bo'ladi. Arzon emas. Bu qimmat emas. No, Toshkentdan, естественно, ancha arzon. Вот. Hozir 160 mingga yarim kilo krevetkani mazza qilib qovurilganini yeymiz. Qancha Toshkentda ham 160 mingga yarim kilo krevetka olamiz. O'ta kattaroq, Korolevskiga yaqinroq. Bizda Korolevskiy sotadiganlar Korolevskiy emas. Endi souslari, spetsiyalari zo'r. Kelinglar, Banglarotga kelsanglar, patomga hamma narsani olasizlar.